Sizlar yaxshimisizlar? Bilasizlarmi, chaqaloqlar tug'ilishi bilan uni 3-4 yoshgacha sizlar poliklinikaga chiqarasizlar, olib borasizlar. Lekin hech bo'lmasa 1 yilda bir marta lor qabuliga olib boringlar. Nima uchun? Hozir tushuntiraman. 6 oylik bolada ham 3-daraja adenoid ko'ryapmiz. 1 yosh bolada ham 2-daraja adenoid ko'ryapmiz. Nechta bola keldi menga bugun? 2 yosh, 3 yosh, 1 yosh adenoid. Shuning uchun uni poliklinikadagilar nima qiladi? Faqat tomog'ini ochib, chunki burni ishlamagandan keyin, tomoq og'rigandan keyin, qizargandan keyin bo'ldi, antibiotik yoziladi. Antibiotik paralleldan keyin ichagini buzib tashlaydi. Mikroflorani buzdi, bo'ldi, zanjir. Mikroflora buzilgandan keyin bo'ldi, immunitet tushadi, bola kasal bo'laveradi, virusga chalinaveradi. Shuning uchun 1 yilda bir marta lor qabuliga borishlaringiz shart. Qayta tomoq og'riyaptimi? Demak, protsess burunda bo'ladi aslida. Tushunarlimi?